Moqchi ot so'raganlarga Sarasedan 10 yashar videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ot olaman deganlar bo'lsa, marhamat, like-chani bosib, kommentar fikrlaringizni yozib qoldiring. Sarasedan 9 yashar kapitan laqabli otimiz sotuvda. Holisiz uydan ham sotamiz. Akani telefon nomeri ham bor. To'y so'raganlarga Denov Hazarbog'dan 3 yashar to'y kelibdi ekan, zoti bor ekan, kelajagi bor to'ylar. To'y olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Sarasa Xonjizadan 6 yashar uloqchi otimiz sotuvda ekan, videorolik nomidan ko'rib. Biya so'raganlarga yosh biyacha sotuvda ekan, qarang, bolasi erkak ekan, 29-mart kuni tuqqan. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Udar biya ekan meniki. Sedan 4 yashar ot sotiladi, ovzarangdan. Muzorobatdan keyin biya 3 yashar va to'y so'raganlarga udar to'ylar videorolik davomida ko'rib o'tamiz. 7 yashar uloqchi ot so'raganlarga alakani jiyani sho'rchidan olib kelibdi ekan, videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Ot oladiganlar bo'lsa, marhamat. To'ycha sotuvda ekan, sho'rchidan ekan, ko'zini qarang, chagir ko'z. Videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Mana biya so'raganlarga bolasi erkak, videorolik davomida ko'rib o'tamiz. So'raganlarga to'y boysidan kelibdi ekan, jiyancha to'y olib kelibdi, sotabdi. Telefon nomeri ham bor. So'raganlarga Denodan yosh to'ya sotuvda. Yosh to'ycha Dashnoboddan videorolik davomida ko'rib o'tamiz. Telefon nomeri ham bor. Uydan ham sotamiz deb aka. Barchalarga salom, Sar bilan Surxon To'z kanali. Bugun sana 2-aprel 2026-yil Surxondaryo viloyati Sarasa Payshanba ot bozoridan ot narxlari, to'y narxlari hamda biya va esa tuya narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Aka bugun bozorga kirgani borni videoga sizlarga tanishtiramiz. YouTube'da Surxon To'z kanali chiqadi, Instagramda ot bozor Surxondaryoga chiqadi azomcharimiz. Aka ot ishqibozlari bor, Rossiyadan yoki vohadan, chet davlatlardan va O'zbekistondan va boshqa davlatlardan kuzatadigan obunachilar uchun maxsus video. Video albatta like-chani bosib, chiroyligina kommentariy yozib qoldiring. Xo'p, G'iyosbek Xuramov kanalida mol bozor, qo'y bozor narxlari chiqadi. Pastda kommentariyada silkasi bo'ladi. O'tib obuna bo'lib kuzatib borishingiz mumkin. Qanunda ot bozor videosida boshladik. Ot so'raganlarga uloqchi otimiz Sarasadan sotilar ekan 10 yashar ot. Manaki qarang, otmisan ot. Udar otlardan 10 yashar ot manaki. Ulog'i bor ha. Bo'yi baland aka, qancha bor balandligi? 1.60 dan baland, 1.65, 1.70 ekan. Xullas 10 yashar uloqchi ot sotilar ekan, Sarasoniki. Aka narxi necha pul buni endi? 45 deb baho qo'ydim. 45 baho qo'ydingiz. Savdo hali savdo bo'lganmi yo'q bozorga? Hali savdo bo'lgan yo'q, 45 million so'm baho qo'yapti. 10 yashar, 1.65, 1.70 atrofida ekan bo'yi. 45 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beradi. Aka nomerni aytib qo'ying. 91lik. 91lik 518 80 90. Shu nomerga bog'lanasizlar. Sarasadan 10 yashar ot sotiladi. Ot olaman deganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Narx qanday, qimmatmi, arzonmi? Kommentariy fikrlaringizni yozib qoldiring. Qarasa chegaradan 9 yashar uloqchi otimiz sotuvda ekan, ot oladiganlar bo'lsa, marhamat, 9 yashar ot sizlarga tanishtiraman. Aka laqabi nima buni? Laqab bormi yo'qmi? Kapitan laqabli 9 yashar uloqchi otimiz sotiladi ekan. Aka ulog'i bormi? Nech pul yapsiz aka buni endi? 35 deyman. 35 baho qo'yapsiz. Savdo nechi bo'ldi aka? Savdo bo'lgani yo'q. Hali savdo bo'lgani yo'q. Kapitan laqabli uloqchi otimiz 9 yashar ekan, 35 million so'm aka baho qo'yapti ekan. Mana ot sizlarga aylantirib tanishtiring. Xo'p. Aka 35 dedingiz, hali savdo bo'lgani yo'q, ha? Kelishamiz, ha? Nomerni aytib qo'ying aka. 70lik 042 32 92 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi. Ot oladiganlar bo'lsa, uydan ham olishingiz mumkin. Ot Sarasa Xonjizadan ekan 6 yashar ot. Mana aka 6 yashar otni sotgan olib kelibdi ekan akamiz. Mana qarang. Bo'ylari qancha aka? 1.55 bormi? Bor ha. Ot 6 yashar Xonjizani uloqchi otlari, yosh otlari sotilyapti ekan. Aka narxi necha pul buni endi? Narxi 30 million so'm baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Necha bo'ldi? Ha? 30 million so'm baho qo'yilyapti. 25 million savdo bo'ldi deyapti. Bermabdi ekan, kelishtirib beramiz deyapti. Xonjizani 6 yashar dedingiz, ha? 6 yashar oti. Aka nomerni aytib qo'ying, agar bozorga sotilmasa uydan sotishingiz mumkin. Nomer bormi aka? 93lik 419 4540 shu nomerga bog'lanasizlar. Manaki Xonjizadan uloqchi ot sotiladi. Sarasa Ovzarangdan 4 yashar ot manaki sotilyapti ekan, sizlarga tanishtiraman. 4 yashar ot olaman deganlar bo'lsa, mana shunday ot ekan. Mana aylantirib tanishtiray girlari bilan.
Mana aka 4 yashar. Va necha pul berasiz, jiyan? 20 million deyapsizlar. Savdo necha bo'ldi? 20 million so'm baho qo'yiladi, 15 million savdo bo'lyapti ekan. Sarasa ovzarangdan 4 yashar ot. 15 ga bermadlaringizmi? Mana bu tarafda savdo bo'lyapti, Hoji bovoniki ekan. Xo'p, uydan sotamizmi yo'qmi? Nomer bo'lsa aytib qo'y. 95lik 195 necha? 1773 ha? 17 ha 1273 ekan. Shu nomerga bog'lanasizlar. Mana aka Sarasiyani oti, ya'ni 4 yashar ot. Yashar toy so'raganlarga Deno Hazarbog'da akamiz udar toychani bozorga olib ketdi ekan. Sotgan 3 yashar toy oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasiz. Aka bu 3 yashar nech bilyapsiz? 35 million so'm baho qo'yapti. Yosh kelajagi bor 3 yashar toy. Mana aka toymisan toy, udar toylardan. Aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Hali savdo bo'lgan, hozir kelibdi ekan. Xo'p, 35 million so'm baho qo'yapti. Aka bozorga olib kelayotmash kerak. Bozor ham tushib ketgan oluvchi yo'qda. Uydan sotish kerak buni. Xo'p, 35 dediz, hali savdo bo'lgan, kelishamiz. Aka endi ko'ngil nechi bu endi? Mana otlarni ko'ryapsiz, narxlari ham arzon. Endi 35 deganlar 35 ketmaydi. Prosta buni zoti borda keladi. Ha, zoti bor, kelajagi bor. Tojikistondan keyin udar toycha ekan. Mana Vohadan, boshqa viloyatlardan ko'radiganlar bor. Toy qadar yurganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 90lik 266 42 42 32 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beradi mana aka. Ot qilaman deganlar bo'lsa, bog'lanasizlar. Deno Hazarbog'dan yaxshi toy qilibdi. Toy so'raganlarga mana aka udar toychalar sotuvda ekan, yosh toy narxlaridan sizlarga tanishtiray. Va xo'rmang aka, zo'rmisiz? Qani bu toy necha yoshda? 1 yashar toy. Narxi necha pul aka? 10 million deyapti. Erkak toy 1 yashar 10 million so'm baho qo'yilyapti ekan. Obdaga necha savdo bo'lyapti? 8 million 10 million so'm baho qo'yilyapti. 8 million so'rayapti, bermabdi ekan. Kelishamiz. Shunday toy oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 378 0362 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana 10 deyapti, 8 ga berilmabdi ekan. Yana toy narxlari bilan tanishtirib, "Oho, necha pul bo'lyapsiz bu?" Udar toycha-ku. Qani yoshiga to'lganmi yo'qmi? Yoshiga to'ldi mana. Yoshiga to'ldi ekan. Narx qancha? Narxi 14 baho qo'yilyapti. Savdoni ayting. 11 million 700 bo'libdi ekan, 14 million so'm baho qo'yilyapti. Nima deysiz? Farodali ekan. Uydan ham sotamizmi? Nomerni aytib qo'ying azdan. 95lik 832 832 86 85 nomerga bog'lanasizlar. Qarang, sho'x toylardan, udar toylardan-da bog'lanasizlar. Navbatda biya qayerdik amak bu? Denom aka. Va dashdan o'tda mana aka udar ona bola biya sotuvda ekan, oq tilpor. Bolasimi aka buni? Bolasi erkak. Onasi necha yoshda aka? Onasi 9 yoshda. Onasi 9 yoshda ekan, yaqinda tuqqan ekan, bolasi erkak. 29-mart kuni tug'ilgan. Aka narx necha pul bu ona bolani? 45 million so'm baho qo'yapti ekan. Endi mana aka toyini qarang, udar toychasi bor ekan. Xullas, mana shunday ona bola biya sotilyapti ekan. 45 deyildi ekan mana Sarasa Dashtavotdan. Aka savdo necha bo'ldi? Mana bu tarafda savdo bo'lyaptimi? Bir so'ray chiqani. Aka savdo bo'lyaptimi? Hali savdo bo'lgan yo'q, 45 deyilyapti ekan. Aka nomerni ayting. 91lik 518 518 80 80 80 90 shu nomerga bog'lanasizlar. Buni bugun erta sotsak choyda qilavering bor. Bunga Samarqand bilan Buxoro baliching Osga. Mana aka qarang, siz bo'p yosh ot ekan. Toy so'raganlarga sho'rchidan 3 yashar toycha sotilyapti ekan. Aka 3 yashar toyda sho'rchidan olib ketdi ekan. Xo'p, aka nech bilyapsiz buni? 20. Udarki 20 million so'm baho qo'yapti. 3 yashar toy sho'rchidan kelgan. Toy oladiganlar bo'lsa mana toy narxlari bilan mayda toy, qimmat, kattasi arzon otlar. Aka savdo nechaga qoldi? 14 ga qoldi. 20 deyapsiz, 14 ga bermaysiz. Bu ko'zini bunaqa, o'sina ko'zini. Chagir ko'zam, buni qarang. Chagir, bittasi chagir ekanda. Chagir shunday bilaman. Mana aka, endi bilganlar kommentariyaga yozib qo'yinglar. Chagir ko'z ekan. Aka, uydan sotamiz a? Nomerni ayting. 70lik 028 63 05 nomerga bog'lanasizlar. Alaka chagir ko'z ekanmi toy?
Onavala biya so'raganlarga bolasi katta onavala biya sotuvda ekan Denodan. Xo'p. Voy, yosh nechikida onasini? 7 yashar. Bolasi 1 yashar bo'ldimi? Mana ki onavala biya. Xo'p, onasi 7 yashar, bolasi 1 yashar ekan. Voy, nech pul deyapsiz ikkovini? 40 million. 40 million so'm baho qo'yapti. Ikkita biya, bitta biya bolasi bilan. Mana ki 7 yashar. Onasi yana ketganmi yo'qmi hali? Yarib ketgan-a yana. 4 oylik bovoz ekan yana. Xo'p, 40 million so'm baho qo'yilyapti. Savdo nechi bo'ladi? 33, 40 million so'm baho qo'yildi. 33 millionga berilmagan biyacha ekan ona bola. Telefon nomerini ayting. 90lik 145 30 nomeriga bog'lanasizlar. Ona bola biya kerak bo'lsa, kelishtirib beradi. Uydan ham sotamiz deyapti. Baytal to'y so'raganlarga, xo'p, 3 yashar yosh baytalcha ekan, mana ki baytal ot, ya'ni sotilayotgan. Qayerda aka bu? Muzoroboddan kelibdi akamiz, Qora Bayirda olib kelibdi. Aka narxi nech pul? 15 million so'm baho qo'yapti. Savdo qancha bo'ldi aka? 13, 15 million so'm baho qo'yapti. 3 yashar baytaldi. 13 million so'm so'rayapti ekan. Bermadingizmi aka 13 ga? Nech pul sotamiz endi? Ana 15 deyapti, 13 ga bermayapti, kelishtirib beramiz deyapti. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 333 92 68 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana ki Muzoroboddan kelgan 3 yashar baytal, ya'ni biyacha. Bizga ot sizlarga tanishtiramiz. Aka zo'rmisiz? Qayerda ot aka bu? Sho'rchidan kelgan. Necha yoshda? Ye. Ajan o'zi bilmaydimi? 7 yashar ekan, 30 million so'm narxi. 30 million so'm sho'rchidan mana alakani jiyani otni olib kelibdi ekan, 7 yashar 30 million so'm baho qo'yilyapti. Alaka savdo nechi bo'ldi? 16 so'rayapti. Ana 30 deyapti, yarimni so'rayapti. 16 million so'rayapti. Bermadingiz. Kelishamiz ha? Mana uloqchi ot 7 yashar bo'lgandan keyin uloqda oti bo'ladi-da. Mana kelishtirib beramiz ha? Nomer bormi, nomer? 94lik 058 07 68 shu nomerga bog'lanasizlar. Sho'rchidan 7 yashar ot sotuvda. Bu sotildimi? Nechi ketdi? Necha yashar? 3 yashar edi, chegaranikiga, 15 millionga sotildi. Buni videoga olyotdim boya, ha. Bo'ldi. Toy boysidan ketdi mana. Jiyancha toyda olib ketdi ekan. Boysidan sotgan. Yosh qanday jiyan buni? 1,5 yashar. Narx qancha? 1,5 yashar toyda olib ketdi ekan. Sotgani xo'p 21 deyapsizlar. Savdo nechi bo'ldi? Hali savdo bo'lgan yo'qkin 21 deyapti ekan. O yovoshmi bu? O'zingga nimaydimi? Manaki, nech pul sotamiz deyapsiz endi? Kelishamizmi? Nomer bormi yo'qmi? Telefon nomer. Ayt. 91lik 575 32 12 shu nomerga bog'lanasizlar. Manaki, toy boysundan ha? Tuya so'raganlarga, Denodan tuya kelibdi akamiz sotgani, to'y poyiga mana tuya oladiganlar bo'lsa, akaga bog'lanasizlar. Izi bor. Aka bu tuya necha yoshda? 2 yashar bo'lyapti. 2 yashar. Erkakmi, urg'ochimi bu? Urg'och tuya ekan 2 yashar. Narx qanday aka? Narxi 9 million bo'ldimi? Siz necha pul deyapsiz? 12 million so'm baho qo'yapti ekan, 9 million savdo bo'libdi, bermabdi ekan. Kelishtirib beramiz deb. Ha, qurbonlik uchun katta tuyalar keraksa 5 yashar, 6 yashar tuyalar ham bor ekan. U bozorga ikkita udar biya kirdi, ona bola. Hozir ham videoga olaman. Mana ki azomcharimiz tuya oladiganlar bo'lsa, aka nomerni aytib qo'ying. 90lik 249 0103 nomerga bog'lanasizlar. Toycha Dashnoboddan ekan. Toy oladiganlar bo'lsa, mana aka Jasir mana shunday toydan 10 ta 20 ta olsang bo'ladi. Dalaga yuradi setkan ichiga. Xo'p, aka necha yoshda bu? 1 yasharmi? 1 yashar Dashnobodda toy. Narx qanday aka buni? 15 mi 13 mi? 13 bilan deyapsiz. Ha, savdo necha bo'ldi? 11. Mana aka 13 million so'm baho qo'yilyapti. 11 million savdo bo'lgan toy. Dashnobodda toy ekan. Yosh toylar. Xona toza, avlod toza, kelajagi bordingda. Qora Bayirdan. Aka nomerni aytib qo'ying. 99lik 421 6946. Nech pulsi beramiz aka buni? Endi 11 ga bermadingiz-da, kelishamiz-da. 11 dan oshsa olib ketar ekansizlar. Mana aka toylar
Mana to'y narxlari ham har xil bo'lyapti. Nega? Bu aka nech pul bo'ldi bu? Ketdimi bu? Nech ketdi? 14. Yosh nechida? 5 yoshar 14 million ketdi deyapti. Mana aka. Bu 11 bermagan, buni 14 ketdi deyapti. Tushunmay qolasiz bozorga ham bor-ku.